감사합니다. 예쁘게 하고 댕겨요. 그래 신랑 예쁜 사람 만나죠. 네. 기도해요. 3층에 네. 친구 올 거예요. 나갔어. 네. Hi guys, welcome to my channel. deb boshlayman xudo xohlasa yaqinda vloglarimni ingliz tilida vlog olsam sizlarga. Bugun men ertaga bloger bo'laman, buyuk bloger bo'laman degan qaror bilan uyg'onib, men oxirgi pulimga hozircha kamera olgani ketyapman. Dadajonim menga 500 ming won beraman deb va'da qilgandilar. Rahmat dadajonim. Shunga ertaga o'zi ayam tug'ilgan kuni. Bu ayam tug'ilgan kuniga kattaroq sovg'a qilaman deya turdim. Lekin o'zimga kamera olganim ma'qul deb topdim, chunki bundan ko'pgina ishlab olsam, keyin birovlar katta narsa sovg'a qilish niyatim bor, xudo xolasa. Bitta ayam o'ziga emas, ota-onamga. Menimcha sentyabrga 25-sentyabr ota-onamni to'yiga 21 yil bo'lsa, o'tgan yil 20 yil edi. Voydod. Chunki men hozir 20 ga endi kirdim-ku. Xullas, kattaroq narsa uchun investitsiya qilish kerak. Bugun sizlar bilan DJ kamera sotib olamiz. Bugun YouTube'da 3 soat ertalab, TikTok'da, YouTube'da, bir Instagram'da DJ rosa ko'rdim. Canon bilan farqladim. O'tgan safar esinglarda bo'lsa, Gannamga borib qaytib kelganman. Chunki Canon G7X yo'q bo'lgan. Kupangdan zakaz qilganman $1000 ga, 1,5 million won. O'shanda kontrakt oldim. Keyin qira nima edi? Chizig'i bor deganiga sразу отмен qilib yuborib, pulimni qaytarib olganman. Endi o'sha pulga DJ olamiz. Uni ham har xil bor ekan. DJ 3, 4 bor ekan, 4. Juda qimmatroq. Xudo xolasa bugun ko'rib olamiz. Juda ko'p gapirib bordim. Nihoyat videoga olyapti, o'zim ko'ryapman. Tashqari quyosh. Uy, achilib ketganini. Meni koftami menga dugonam sovg'a qildi. Sevinch opa. So'yu. Вот. Shunaqa birinchi marta bunaqa stil kiyinishim. American girl. O'zim American stil aytdim, bilasizlar. Ham biladi. Vip kartalarimizni urib olib, vip karta xafa bo'ladi har kun ishlatmasam buni. Har kun ishlatsa keyin ma'nosi bo'ladi-da. Oyiga 62 ming won to'lasam axir. Faqat yo'l ichida ishlaydi. Ana bo'lmasam elevator. Elevator va eskalator. Ishlamayapti. Oyoqlarni ishlatamiz как раз. Musulmon yotib uyda oyoqlari ishlash kerak. Dadam aytib turadi. Dadamga ham video tushsam yotganimda notebookim bilan video tushsam, "Sen o'rningda turyapsanmi?" deydilar. Shunaqa. Introdaman. Qarada. Chiroyli bezab qo'yishdi. Ijroilda. Biz qanday yashayapmiz? Qanday yashayapmiz? Bankrot ochtirishdi. Nechinchi chiqishdan chiqardik. Mana muzika. Big Benetga kanalda chekladi. Iltimos men bilan tenglik Big Ben. Ramalab yo'ldan chiqdim 7-chiqishda. Yo'lda вообще sevaman. Yetib keldik. Lotte department store'ga. Вот. Kiramiz endi. Men kiramiz, qilamiz, boramiz deganimga ko'pchilik shaklda gapiraman, chunki sizlar bilan boramiz-ku. Atab o'zim yuraman, metroda, mashinada ham bas. Qo'shimcha taksida yuraman. Balenciaga'ning sumkalari. Joyda olgandan keyin yana boshqa tashkil kerak. Obzor qilsam bo'ladi. Zo'r narsalar bor, albatta brendda. Pul ko'p desa shopping qilaman. Hozir ChatGPTdan so'rasam, 10-etajda deb. 10-etajda dedi.
liftda chiqamiz. Elevator. Eskalatordan ko'ra chunki yo'q. Chunki har bitta nima etajdan kirib chiqib pulim ishlatib qo'ysam ololmayman kamerani. Liftda o'zim sizlarga doim samimiy gaplashishadi. Rahmat. Aytaman. Chiqishim bilan Shanghai, Bottega Veneta, har xil brendlar, olamiz. Chiqilib tijash katta bo'lsin-da, hammasi clothing brand albatta. Bottega Veneta, shuni men bilmasdim shu brendni. Bitta odam ko'rganimda bunaqa kashlogo bor ekan. Bu qanaqa brend? Sanda Louis Vuitton bor ekan. Bu ham qimmat brendmi desam, "Mana endi xudo xohlasa ash sumkadan olish menga maqsad bo'lib qoldi." Sumkasidan "Bilmaysanmi sen buni?" deb hayron qolib aytdim. Gentleman. Kofilarda ichadi, Vuittonda kofidan ichadi. Xohlasa menga emas. O'rtog'im Shanay dedi. Savol Vuitton Shanay bilan bo'ladi. To'g'risi bunday videoga ololmayapman, chunki bunday videoni qilsam umid deyapti. Mana Swarovski mashina ham bor ekan, qaranglar. Uylarda olmoqchi bo'lgandim. Bitta dollarda yozib qo'yibdi odamlar. Vonda bas. Bunlar ham chiroyli ekan. Soatlarni ham olish nasib qilsa $300. Olaman, xudo xohlasa, umuman chiroyli. Juda yaxshi ko'raman. Toshlar bilan mashhur. Buvam ham o'tgan safar Swarovski olsam, o'ksam bo'ldim, lekin tilloyam oldi betdilar. Xo'p dedim. Endi yoshligimda qolib berayin deyalmayman. O'zi yoshligimda ko'p tilloyim buvam olib bergandi. Qaranglar, chiroyliligi, nejniligi. Qiziqishlarim Swarovskidan grafdan Cartierga qarab, Cartierdan Tiffany'ga qarab ketyapti. Mana Swarovski. Swarovski bilmasam taqmadim. Oddiy nima deb ko'rdim? Nima edi? Sipochka. Ochkilar, Tom Ford ochkilar. Bitta ochki $300. Buni o'rniga normal sipochka olsa bo'ladi. May ochkilar ham shunaqa qimmatini olish nasib qilsin. Mana ochkilar qimmat, $100 ochkilar. Ana Tiffany. Deyapti turibmiz. Juda DJ yo'q-da. Burada department store ko'p-ku. Menga Jamshidagi bo'lganda 10-qavatga chiqasan deb turibdi. Men Myeongdongda istamadim. ChatGPT asabga o'ynab bilar o'zim Myeongdongga kelganim. Shuni yaqin manzilda ettirib qilganman. Jamshidagi filialda 10-etajga chiqasan dedi. Myeongdong. Menga uni informatsiya nima kerak? Hozir 10-etajga chiqib, endi 8 ga tushishim kerak. Tagida 8 da ekanmiz. Lift уже pastki etajlarda ekan, shuning uchun elevatorda tushib olamiz. Emotsiolarni kamroq o'zgartirib olganman. Ishlarni ichish bo'yicha. Xohlasa ko'rsataman emotsiolarni. O'zimni hep his qilyapman shu kunlar. Yangi film muslima qaytyapti. Bilishim bo'yicha DJ kamera ham rasmga olyapti. Bu DJda rasmga tushgan odam eslaganman. Canonda ko'p tushadi rasmga. Rasmda ketyapti. Ray-Banchkini Kylie Jenner reklama qilganini ham, женский stilligisini olamiz xohlasa. Hozirda mebel buyumlar qilib tushganimiz aniq ekan.
8damiz. Yomon pipalarni nima deyardim hozir boshqa 7ga yo 9ga tushib qo'yardim. Mana atrof mebellar 8-etaj. Uni mexanika plissoz bir narsa sotiladigan joylarda bo'lyapti. Hozir idish toqlar ichiga kirib ketyapman. Nimagadir? Lekin hali idish toqqa qiziqishim ko'payapti meni ham. Qiz bola bo'lganim uchun qiziqadi-yu qizlar. Bunchagina qimmat pastel olib qo'yib, keyin kuydirib qo'yganman-da. Sochda dazmolni qo'yib qo'ydim. Vot, mana keldi. Vot. Ular qimmatligini Panasonic'niki ekan. Oh my gosh, Canon ham bor ekan, lekin bu fotoapparat nimalarnikida professional Nature'da oladiganlar bor-ku. GX7 yo'q menimcha bitta. No GX7ga pul ham yo'q-da hozir bizda eng qizig'i. Nikon, Nikonmi? Fujifilm. Bunlar 139 ming ekan. Kupangni zakaz qilganman. Bunlar ham zo'r ekan. Vintage. DJI ko'rishgan Sony. Klassni. Dronlar. Mani dadajonim Koreyadan dronlar jo'natardi. Unda O'zbekistonda hech kimda dron yo'q edi. Даже videograflarda 2017-16 o'shandan oldi. Bir marta dronda uchirib, toqqa uchirib olganmiz, keyin toqqa uchib ketgan. Qo'li nima, qo'shnimiz Uzumzorga tushgan. Xullas, xomtok qilamiz degan, qaytarib beramiz topsa deyishan, keyin yo'q. Nima? Vot mana DJI. Keyin sud oladigan kamerani jo'natgandi dadam. Bunaqa gimbal jo'natganda dadam sotib o'rganman. DJI'ga bo'lmaganda chunki xafa bo'lib qolganman. Sotib olib, o'rniga katta TikToklarni olgandim uyda. Mana tsemalari. Qaralar, mikrofon, gadjet, ichida narsalari bilan olsa, setda bo'lar ekan, o'zini olsa, arzon bo'lar ekan. Mikrofonni ikkita liboz bittaligiga o'ylantiryapti. Mikrofoni bilan qo'shib olsa, bunlarni ham olish kerak. Yoki bularni qo'shib mikrofonsiz olsa ham bo'lmaydi. Bu mikrofonni telefonda videoga olganda ham ishlatsa bo'ladi. Kartani qo'yib, vot mana narsalar. Ikkita mikrofon cho'kdi. Yo, bu mikrofon o'ziki. Mana Osmo 3. Topi. Qaralar, azalchaligini. Menga qarang, qiziq. Hi guys, welcome to my channel. I am odamlar eshitib jinni bo'lib qolibdi deb o'ylayapti. Avvalo rosa hayajonlangan kerak, kamera bilan yetsam, kichkinalik, udobniligi. Ay! Bo'ladi. Bitta xalofi bor ekan, keys ular usti keys olmoqchiman. Kupangda ko'rib qo'ydim 13-14 mingga. Bu qaranglar chiroyliligini, uchunlarini qaranglar, nasıl yoqadi. Kuchli ekan. iPhone qo'yib qo'yishdi. iPhone yaxshi ko'raman, zo'r rasmga oladi, puram. Xudo xolasa gimbalda ham olish nasib qilsin. Meni gimbal qancha ekan? $1000 qimmat bo'lgan, olgim kelganman. Modelografiya o'qiganman. Men to'g'ri gapira olmayapman, to'g'ri. Opamni so'kardim. Modelografiya deb. Yes, wow, dronlar 1 million 1200 ko'p bo'ldi. Romantik tushdi qo'rayapti hamma narsani. Tak iPad seriyalar. Bu qarang. Bu qanaqa ekan endi action. Bular Osmo Action Tour. Jaqinlik bo'lsa kerak, menimcha o'shami? Yo'q, boshqacha ekan. Professionallashtirsa blogerlar nimadan tashqari katta video qiladiganlar bor, subyektiv ashtam kanallarga o'xshagan. 11 mi? Fotosi kamerasi qilinib bechora. Odam gaplashib turibdi.
qaraverishyapti mana videoga olgan uchun. Noto'g'ri joylar videoga olmasdan. Gaplashib olsangiz gaplashib. Olib ketamiz. Hasancha tekshiraydi qilsa. Bugun tanishlar YouTube kanaliga ramyon yeyish kerak desam, sizlar yozuvlardan reaksiya qilinglar deb. Juda qolmoqchi debdi. Kecha bor mana videolarimni kuzatganiga O'zbekistonga kelishdim. O'zbekistondan Koreyaga kelishdim. Mana biroshma kichkina. Bosib shunaqa videolar kelishdik. Xudo xolasa bugun qo'shib keldi. Nima qildim to'q. Uydan to'qlab chiqamiz. So, hozir gaplashyapti. Inglizcha gapirishni ham bilmadim. 아, 확대는 안 되고 자체가 20mm 화각이 inglizcha gapirsam boshqacha nima qilishadi. Ba'zi joylarda hurmat qilishadi. Ish paytida ishlayapti deyiladi oshxona. 그러니까 여기 있는 카메라 화각이 Yomon so'zlardan 그거 inglizcha 플러스 gapirsa. 불망원이 들어가 있는 거예요. 근데 얘는 이제 당겨도 3배속까지 되는데 이거는 전자식 줌이기 때문에 해상도가 떨어지죠. 해상도가 떨어지면 컬러 색감도 떨어지기 때문에 이 제품 같은 경우는 윤기는 대로 포켓퍼가 Hi. May I know the difference between DJI 4 and 4P? Yes, this here. 포켓퍼 P. Yeah. What is the difference? Means This range, this wide range. This here. With fleece. Çöken bu to'g'ri. So, 얼마예요 이거? 포켓 3. 아, 네, 50원. 이거는 이거 세트. 예, 이거는 지금 재고 없어요. 이것만 있어요. 아, 진짜? 이거는 세트 있어요? 있어요. 이거. 하, 100만 원이요? 아, 이거는 어떻게 달라요? 이거는 본체만 들어가 있다고 보시면 되고요. 네. 이거는 보이는 마이크, 삼각대, 가방, 프레임 탭까지 들어가 있다고. 마이크 하나만이요? 마이크 하나 들어가 있어요. 아. 이거예요? 마이크요? 네. 마이크는 이런 식으로 생긴 마이크가 들어가 있어요. 아, 네. 케이스 있어요? 없어요? 네, K 파우치 들어가 있어요. 아, 파우치. 네, 2개요. 오케이. o'rtog'im nima qarz olaman shekilli. Ne, jamshimani. Hozir buni olishimga $50 yetmayapti. Qimmatini olishimga. Otasini olganim, menda vijdonga yo'l qo'ymayotgan sizlarasam. Chunki mikrofon qo'shib bermas ekan. Mikrofonni keyin olsam, necha pulga tushaman. Aytaymi, $140 atrofiga tushaman. Mikrofonni o'zim ikkitali olaman hozir. Hozir olsam bittali olaman. Ko'ngil tinchlikda hamma narsasi kirayotgan. 99 million won. Voy, keyin qimmati biladim. Kichkina farqi bor ekan narxida o'zi ham. Hozir do'konimga yozuvdim, o'qimadi, uxlayapti. Bilmayman, xudo biladi, yo ertalab nima qilyapti. Hozir bironta tanishlardan olib turaman. Bo'lib, keyin tashlab beraman. Dadamdan so'ragan yuboryapman, chunki ko'p pul so'rab o'rganman. Dadam kontraktni mana samon bergani uchun kecha vijdon qiynaladi. Xullas, bu joylarni videoga olaman. Ikkita do'kondan so'radim. Mendan katta pul olishsa ham beraman-da. Men dadam puli bo'lsa ham yo boshqa menga yo'q berolmaymiz. Yo'q edi. Guruhdoshlardan so'rasam keyin yo'q edi deyishdi. Guruhdoshim limitim nima bo'lib ketgan deb aytdi. Nimayli. Bu muammo emas. No, mana odamlar kimligini bilib qo'ydi. Jahlilar chiqmasin, maslaga yo'q bo'lsa ham topib beraman pulim. Shunaqa hozir tanishimdan so'radim, tashlab beradi. $70. Keyin men ishga chiqib olsam oyligini, keyin tashlab beraman. Kontrakt to'langan, xudoga shukr, to'langan. Hozir kutyapman. Atak ashibdachi yarim soatlarga turibman. Unaqa Dysonda skameykasiga borib o'tirib oldim. Oxiri uni opashga kelib, yordam kerakmi, Dyson olasanmi dedi. Rahmat dedim. Unutdim. Gaplashyapti. Biz o'rtog'im kelmayapti, qarab olamiz, pul tushdi, men yertaga chiqib o'tirsam. Endi yolg'ondan biron kun bo'sh kunim pulim bo'lsa ham tanishlarimdan qarz so'rab ko'raman. Tashlab necha pul bor, hammasini keyin shularni yaxshi, yomon odamlar listini qilib qo'yaman. Qora kunga kerak bo'ladi, bunaqa qipchagi haligi to'satdan so'rab qo'ysam, ba'zi odamlar bo'lsa ham bermaydi-da. Men bilaman, chunki tanishlarimda ham bo'ladi ko'pgina pulim. Men nima beraman deydi. Bermay qolsa-chi, bermay qolsa ham
video bor, ustidan video olib chiqasizlar yo mensiga berasizlar, bitta o'sha 100 mingdan berishmasa. Menda ham ko'p berishmagan holatlar bo'lgan. Tak xudo bor deb qo'yaman unaqaga bo'ldi. Yoki menga erib ovqatga bergan bo'lsa, kechiraman. Unaqa qilish yaxshi emas. Qarz so'raldimi, keyingi dunyoga ham yoziladi. Kameralarda ushlab sizlarga boshqa narsadan dars o'tyapman. Uy. Hozir tanishimga gaplashdim. Ukacha bilan rayonda videosiga Jamshidda ko'rishamiz. Pionerjon bor. O'sha yerda men oldin qishda borgandim. Fevralda. O'sha yerda ishda nima berdim? Studiyo qidirmoqchi edik. Studiyada egani. Ovqat olib ketish mumkin bo'lsa ekan, hozir ichimlik mumkin ekan studiyada. Mikrofonlar bilan, lekin rayon ham daryosidagi ish mashhurligi uchun o'sha yerda yesak, ko'cha bo'lmaydi-da, o'shuning uchun Pionerjon topdik. Sizlarga ko'rsataman. 구매하시면은 네. 제품을 오픈해서 고객님 핸드폰에 연결하는 조건으로 판매가 되고 있는데 괜찮으세요? 어떻게? 제품을 이 제품 같은 경우는 제품을 오픈해서 고객님 핸드폰에 DJI 미모 어플리케이션을 연결해서 한번 연결하는 조건으로 지금 판매가 되고 있거든요. 괜찮아요. 괜찮으세요? 이거 하나 준비해 드릴게요. 네. Kartamdan 1 million to'ladim. Уже o'rganib qoldim. Bor katta summalarga chiqishiga. 네. 택시프리는 하세요, 고객님? 아니요. 여기 거주하고 계신 거세요? 그럼 롯데 포인트는 있으세요? 없어요. 그냥 해드릴까요? 할부 어떻게 해드릴까요? 1 million 유튜브. 고객님 여기서 예. 거주하시는 거 맞으시죠, 고객님? 네. 그럼 바로 준비해드릴게요. 알겠습니다. 저희 핸드폰에 DJI 미모 어플리케이션 연결하셔가지고요. 네. 한번 연결해 주시면 되고요. 사용하시다가 궁금하신 점 있으시면은 고객님 저희 카카오 감사합니다. 네 감사합니다, 고객님. 안녕히 가십시오. 계세요. 네. 네. Ura! Ay! O'zi baqirib yuboraman, o'zi hamma qarang. Nihoyat oldim, xudoga shukr. Ura, uyda olamiz endi. Bu tomondan ses bor yonibdaman. Uchta kezda kupangni olamiz. Elevatorda. Eskala elevator ham biz elevatorga borish kerak. Ura! I'm so happy. Men Livanga tushyapman. Tepaga chiqib, birinchi etajga chiqib, keyin metroga borishim kerak. 1 soat ekan yo'l Jamshidgacha. Jamshidim Yongdonga yaqin deb o'ylardim. Yongdondan yaqin ekan. Yongdonga dumding yaqin. Xullas. Shu odam o'zini shaharda bo'lib, nima kallasida xaritalar ham aylanveradi. Ko'p joyga xaritasidan boraman. Xullas, avtobus kelish uchun xaritani ochishim mumkin. Mana tanishim yozib qoldi. 4 piyo olgan ekanman. Bu вообще professionallar eng qimmati. O'shuning uchun pulim yetmayotgan ekan. Hozir 4 ga almashtirsam, bu 4 pida. U tanishim 3 olgan ekan. 3. Men 4 olsam 4 pi вообще edi. Nima kichkina masalan, o'tirib 4 piyo olaman kanalimga xullas. Pulimni ham qaytib berib, qarzimni ham qaytib berardim. Yaxshi ideya. Qaytib keldim. Qo'rqmanglar qaytishdan odamlar. Вот, pulim qaytib berishyapti. 고객님 이쪽에 취소. 이거 여기? Endi qo'lim joyiga tushdi, qarzimni qaytarib berdim. Xudoga shukr. Xudoyim, men hech qachon qarz olmadim. Qarz olganlikda alhamdulillah xursandman. Mana bankda oldim debman. Men tanishim bor, sondayim. Mana bankda o'qiydi.
çıktı. Orada kullandım. Hamdülillah. Berbat. 기능을 예방하기 위하여 CC